Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib borayotganlar va hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 8-kuni Namangan jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bo'ladi. 14 kuni Umra ziyorati bo'ladi. Xudo xolasa bunda malakali boshchilarimiz boshchiligida ham ziyorat ham ibodat barchasi bo'ladi. Xudo xolasa bu reysimizning narxini hozir $950 qilib belgiladi. Agar vizangiz bo'lsa $850 dan. Undan tashqari 10-kuni Farg'onadan reysimiz bor. Farg'ona jiddiy yo'nalish bo'yicha va 11-kuni Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. Xudo xolasa bu Farg'ona Madina reysi menimcha endi shu oxirgisi bo'ladi. Bundan boshqa endi Farg'onadan Madinaga reys yo'q. Faqat Jiddaga bo'lishi mumkin. Shuning uchun kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Barcha ma'lumotlar berib o'tamiz. Xohlovchilar rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisimizga kelib ham ma'lumot olishsa bo'ladi. Xudo xolasa to'lovlar sizlar istagan usulda bo'ladi. Xohlasangiz rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan ofisimizga kelib, rasmiy kassalarga to'lov qilib cheklarni olib ketsalaring ham bo'ladi. Xohlovchilar Telegramdan yozsalaringiz, sizlarga bank shot raqamini tashab beramiz. O'sha shot raqamga o'zlaringizga qulay banklardan to'lovni qilib, Telegramdan Zagrant pasportlaring bilan o'sha chekni, bank bergan chekni rasmini tashab bersangiz ham xudo xolasa, o'sha kelishilgan kunga joylarni bron qildirib qo'yamiz. Bundan tashqari bizda ketayotganlarga pejik beriladi albatta, hamda so'mka beriladi va kamzil beriladi. 14 kun ziyorat qilib O'zbekistonga qaytayotganlarga har birlariga firmamiz tomonidan 5 litrdan zamzam suvi ham beriladi. Yana kimdir qandaydir savoli bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ro'za Ramazon oylari ham mana xudo xolasa yaqinlashyapti. Ro'za Ramazon oylarida boraman deb niyat qilganlar bo'lsa, hoji onalarimiz, aka-ukalarimiz, yori birodarlarimiz bo'lsa, ular ham bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Birinchi 10 kunlik, ikkinchi 10 kunlik, uchinchi 10 kunliklarga qabullar boshlangan. Bu haqda ham ma'lumot beramiz. Endi hoji onalarimiz telefon qilishib, yurgani qiynalaman desa, aravacha masalasini ham hal qilamiz. O'zlaring aravachalaring bo'lsa, olib ketsalaring ham ijtimoiy qilmaydi, hech qanday ortiqcha to'lov qilmaysizlar samolyotga. O'shadan aravachani imkoni bormi desalar, aravachani albatta imkoni bor. Faqatgina olib ishlatib qaytayotganlaringda qanday olgan bo'lsangiz shunday qaytarsangiz qanday muammo bo'lmaydi xudo xolasa. Endi bu 14 kunlik umra ziyoratida xudo xolasa 4 yulduzli mehmonxonalar bo'ladi. Bundan tashqari O'zbekona milliy taomlar beriladi. 24 soat avtobus xizmatlarida bo'ladi. Sizlarda ziyoratga, ibodatga borib kelishlaringiz uchun har doim yana qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, xudo xolasa albatta qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Videomizda qandaydir xatolik, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Iloji bo'lsa like bosib, keyinroq tarqatib qo'yinglar. Barchamizga yaxshi bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa barcha yangiliklarimiz sizlar uchun qo'yib boramiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lsalaring $1000, $1100 sotilgan paketlarimiz orada $800, $750 skidka narxiga ham tushib qolyapti. Mana shunday videolarni o'tkazib yubormaysizlar. Agar sizlar tayyor bo'lsalaring, o'sha kuni bemalol aloqaga chiqsalaring, skidka bo'lgan kuni ham albatta biz sizlar joylarni bron qilib beramiz. Bizga o'sha birgina aytilgandek pasportlaringni Telegram orqali tashlasalaring, joylarni bron qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Va yana qolgan qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining yonida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisimizga kelsalaring ham sizlarga qolgan ma'lumotlar berib o'tamiz. Barchalaringga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar.